95-bob babu uksuhum mimma talbasun. Ularga, ya'ni qullarga o'zingiz kiygan libosdan libos kiygizing degan bob. 187-hadis. Ubodat ibn al-Valid ibn Ubodat ibn Somit. Ubodat ibn Somit katta sahobiyalardan bo'ladilar. U kishi aytadilarki, "Kharajtu ana va abi natlubu al-ilma fi hadha al-hayy min al-ansari." Men otam bilan deydi, ansoriy sahobalar hayyiga, ya'ni dahasiga borib, ulardan ilm talab qildik. Ilm o'rganishni iroda qildik. Qabla an yahlaku. Bular o'lib ketmasidan oldin. Ular yoshi o'tib qoldi, borib ulardagi ilmdan olib qolaylik deb borishgan ekan. Fakana awwalu man laqina Abul Yasar. Birinchi uchratgan odamimiz Abul Yasar, Abul Yasar degan odam bo'ldilar. Sahibun Nabiy sallallohu alayhi va sallam va ma'ahu g'ulamun lahu. U kishi payg'ambar alayhisolatu vassalomni sahobalari edi. Uni yonida bir xizmatchi yigiti ham bor edi. Va ala Abil Yasar burda ma'afiriyu va ala g'ulamihi burdatun va ma'afiriyu. Qarasak haligi Abul Yasarni ustilarida bir chopon bor, keyin ma'afir degan uni ustidan yopinib yuradigan bir kiyim bor. Quliga qarasak, quliga ham xuddi o'shanaqa chopon, yana o'shanaqa yopinchiq bor. Faqultu lahu, mana o'shunda aytdim deydi Abul Yasarga, "Ya ammi, law akhadhta burdata ghulamika wa a'taytahu ma'afiriyak aw akhadhta ma'afirihi wa a'taytahu burdatak kanat alayhi hulla wa alayka hulla." Ey amaki, agar siz uni choponini olib, g'ulamingizni choponini olib, unga ma'afirni berganingizda, sizda bir bosh sarpo bo'lar edi, unda bir bosh sarpo bo'ladi. Yoki usti-boshlarni almashtirishni aytibdi. Turli usulni. Ya'ni ikkovinglar yarimta kiymay, bir butun qilib kiysalaringiz bo'lmasmidi? Bir xilini. Ikkita narsani siz to'liq kiyib, u ikkita bir xil narsani to'liq kiyib kiysa, qanday yaxshi bo'lar edi, debdilar. Shunda deydi, "Famasaha ra'si." Abul Yasar radhiyallohu anhu meni boshimni siladi-da, kichkina bola aytayapti-da endi bu gapni. Va qol, "Allohumma barik fihi." Ey Xudo buni barakali qilgin. deb bolaga duo qilib turib aytdiki, "Ya ibn akhi, basaru aynayya hatayni va sam'u uznayya hatayni va wa'ahu qalbi." Va ashara ila manati qalbihi. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسنات يوم القيامة. Aytdiki, ey bolam dedilar, ey birodarimning o'g'li, mana shu ikki ko'zim ko'rgan, mana bu ikki qulog'im eshitgan, mana bu qalbim o'ziga jo qilib olgan deb qalblarini ko'rsatib, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlariniki, ularga o'zingiz yegan narsadan taom bering. Unga o'zingiz kiygan narsadan libos kiygizing deb qullarning ma'nosida aytgan ekanlar. Ya'ni o'zingiz nimani yesangiz, qulingizga ham shuni bering. O'zingiz nimani kiysangiz, qulingizga ham shuni kiygizing. Yana oxirida aytdilarki, bunga bu dunyoni matohidan kiyimmidi, yemoq ichmoqmi, uni berib borish men uchun qiyomat kuni bu meni savobimdan tortib olishidan ko'ra osonroq menga dedilar. Demak, shundoq qilmasa, quliga o'zi yegan taomdan yegizmasa, xo'ja o'zi kiygan kiyimdan kiygizmasa, qiyomat kuni xo'jani savobidan olib qulga berilar ekan. Demak, shuning uchun mo'min musulmon odam o'sha vaqtda qul tutgan bo'lsa, shu quliga o'zi kiygan narsasini kiygizib, o'zi yegan narsasini yegizish joriy qilingan ekan. Buni mana amal qilib yurgan odamni keyingi avlod, o'zini ko'rib turib, amalda ko'rib turib, keyin so'rab bu payg'ambarimizning ta'limotlari ekanligini tushunib yetib odamlar o'rganishgan ekan. Qulniki shunday qiladigan bo'lsa, demak, xodimi, yoki bir xizmatini vaqtincha qilib turgan madikori boshqalarga
bundan ham yaxshiroq muomalada bo'lish kerak. Ularni demak xorlamaslik, zorlamaslik va har xil qo'pol muomalalar qilishga o'tmaslik kerak bo'ladi. Haqqini poymol qilmaslik. Hozirgi kunda madikorlarni ishlatib haqqini bermay haydab olayotganlar bor ekan. Yoki yo'lda ushlab tortib olayotganlar bor, boshqalar bor. Bular har xilda qul emas, boshqa emas, bir o'zini peshana teri bilan bir narsa topishga urinayotgan odamlar. Lekin islomda bundan 1400 yil avval qulga ham mana shunday ehtirom darajalari ko'rsatilgan ekan. 188-hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yusi bil mamlukina khayran va yaqulu at'imuhum mimma ta'kulun va albisuhum mimma talbasun va la tu'azzibu khalqallohi azza va jalla." Nabiy sallallohu alayhi va sallam mamluklar haqida yaxshi vasiyatlar qilar edilar. Yaxshilik qilishga vasiyat qilar edilar. Aytardilarki, o'zingiz yegan narsadan ularga ham yegizing. O'zingiz kiygan narsadan ularga ham kiygizing. Alloh azza va jallaning xalqini azoblamang dedilar. Demak, azob berish bilangina kifoyalanib qolmas ekan, balki uni ovqatiga, kiyimiga ham e'tibor berib, e'tibor berganda ham o'ziga qaysi ovqatni ixtiyor qilsa, ularga ham shuni, o'ziga qaysi kiyimni ixtiyor qilsa, ularga ham shuni qilishni buyurgan ekan. Mana bu ta'limotlar va bu ta'limotlarni hayotda tatbiq qilinish darajasi islom ummatidan boshqa ummatda bo'lmagan. Hech bir tarix, insoniyat tarixida bir ummat, bir xalq qullarni shunchalik ikrom qilmagan. Qullarni shunchalik hatto qiyomat kuni ham hujjasidan qasos oladigan darajadagi haqdor darajasiga ko'tarmagan. Bular hammasi islomni, demak, qullarga bo'lgan mehribonligi, ularni insoniy qadriyatlarini yuqori ko'targanligi va ularga shunaqa yuksak darajadagi yaxshi muomalalarni yo'lga qo'yganligini ko'rsatib turibdi.